Yo, barchaga salom obrasizlar. Sizlar bilan yana o'sha Ulug'bek Gaming kanalida o'xshayapsizlar. Bugun sizlar bilan biz o'sha trend bo'layotgan suvni qazish o'yinini o'ynaymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bir kishilik qilamiz. Birinchidan easy qilamiz. Boshqa qilsak keyin biz birinchidan o'ynayapmiz. Birinchi marta o'ynayapmiz. Shuning uchun osonni qilamiz. Biz hozir birinchi bo'lib daryoda o'tirgan bo'lamiz. Mana daryoda o'tirgan bo'lamiz. Qarasak telefonimiz tushib ketdi. Ana endi nima qilishni bilmaymiz. Endi bu suvni qaziymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Qani, bu bunaqa litsa, birinchi litsaga o'ynaladimi bu? Film to'ldirishimiz kerakmi? Davay. Sizlar albatta video boshlamasdan oldin kanalga like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tezroq 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Birinchi pullarni olishimiz kerak. 12 dollar ekan pulimiz. Qani ketdik bo'lmasa upgrade kuchaytiramiz. Men bu o'yinni avval ko'rganman. Close yop deyapti. Obunachilar shuncha mehnatimiz uchun like bosib qo'ying. Telefonda olyapman shunchasini. Kompyuterda ham olishim mumkin. Lekin kompyuterda men uchun g'alati. 12 dollar bo'ldi, yana to'ldiramiz. 24 dollar qilib yaxshilab kuchaytiramiz. Uy tagida bunaqa bor ekanmi? Ularni olamiz. Endi mana qilib to'kamiz. 23 dollar bo'ldi. Endi mana shuni 9 dollar 32 dollar bo'ldi. Endi kuchaytiramiz buni. Buni ochamiz. 15 dollarga buni ochamiz obunachilar. Davay, qani ketdik. Tezda. Davay. Ko'ldan biz telefonimizni qidirishimiz kerak. Telefon pastga tushib ketgan. Ko'lning eng pastiga. Mana shunda to'ldirishimiz kerak. Bu video necha minut bo'ladi? Men bilmayman. Men baribir ko'lni to'ldiraman. 17 dollar bo'ldi pulimiz. Pul qolmadimi? Davay. Qazaymiz. Qaqa kirib ketdim men. Sandiq bor ekan obunachilar. Tugayapti nima? Chiq kislorotimiz tugayapti. Men bu o'yinni ko'rganman. Ko'p youtuberlardan. Shuni bilaman shu o'yinni. Shuning uchun bilaman. Lekin ko'p oxirgacha ko'rmaganman, lekin yarimgacha ko'rib chiqib ketganman. Uje suv kamayapti. Bildinglarmi obunachilar? Astepga chiqamiz, face qilaylik. Pulni olamiz, 40 ming bo'ldi pul. Mashinadan keyin yana upgrade qilamiz uni. Mana o'zini kuchaytirishimiz kerak obunachilar. Stream qilishni xohlasanglar 50 ta obunachi yig'ib berishinglar kerak. 18 debdi. 8 ga yana bitta sotib olamiz. Endi 160 kerak ekan. Bigger katta bo'lish uchun 30 davay. Nima bo'ldan ochildi. Sal qotishlar bo'lyapti. Bu telefon, chunki agar kompyuter bo'lganda qotmasdi. Endi qancha bo'ladi endi to'ldirsak? Voy, zo'r bo'ldi-yu obunachilar. Buni tez to'ldiradigan qilishimiz kerak. Hozir sekin to'ldiradigan bu. Mash pulni olib keyin tez to'ldiradigan qilib qolamiz. Okey. Bizning maqsad telefon topish. Telefon topgandan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Pulimiz 33 beryapti. Ana yerda bitta sandiq bor ekan, o'shani ochmoqman. Qani ochib qo'yamiz buni ham. Hozir bu yerda bittani chiqish kerak, o'shani kutib o'tiribman men. Pul 38 bo'ldi hamma. Tez zamonlarda olib pastni ochib qo'yishimiz kerak. Ana pastda turibdi. Bizning kislorodimiz ham tugab boryapti. Vaqti o'tgan sari tugab boryapti. To'g'ri mash pulni olib yaxshilab tez oladiganini kuchaytiramiz. Davay. Davay, bruzi-1. Endi nimani kuchaytiramiz? Qo'lni qanday kuchaytiradi obunachilar? Yo'q, men kerak emas. Qo'lni qanday kuchaytiradi? Davay, endi ketdik. Uji ko'lni yarmini qazib o'pmiz. Uncha kuchli. Uncha zo'r o'yin. Bu hammaga yoqdi bu o'yin, menga ham yoqdi. Tan olaman, bu o'yinni yoqtirib qoldim o'ynab. Bir marta ham o'ynamadim, lekin youtuberlardan ko'rib yoqtirib qoldim. Shu o'yindan video olishga keyin qaror qildim. Davay.
Endi mana pastga keldik. Sekin mana shu pastni tezroq tugatib olsak, yaxshi bo'lib ketadi. Tepaga chiqib, pulimizni shunday olamiz. Necha dollar? 43 dollar beribdi. Endi yana pastga tushamiz. Ana joyni ochishimiz kerak. Tezda, davay. Sekin to'ldiribdi deb. 63 bo'ldini bu ham ochildi. Mana bitta olamiz. 100 bo'ldini. Hozir bularni bu yoqqa tashlaymiz. Men tepada pulim qolib ketgandi-da, shuni olishim kerak edi. Yarqisini ko'tarib olib, yarqisini ko'targan ekan. Video zapis bo'libdimi? Ha, bo'libdi. 84 dollar tezda mana to'ldirib olamiz-da. Keyin tepaga chiqishimiz kerak edi. Tepaga bo'ldim, tepaga chiqib olmas ekan. Tepadagi pulimni yo'qqa chiqarib bo'ldi. Pullarimizni olib endi kuchaytirishga harakat qilamiz. 125 dollar bo'ldi, endi kuchaytiramiz. Flash drainni ochishimiz kerak. Mana bularni kuchaytirishimiz kerak. Mana qolmadimi o'zi? Bo'ldi, qanday kuchaytiradi obunachilar? Mana ekan. Kuchaytiramiz yaxshilab. 30 dollar ekan. Qanday tezda. 30 dollar easy yig'amiz. Akula tishladi meni. Akula bor ekan, obunachilar bu yoq juda xavfli ekan. Ham pullarimizni olamiz. Endi qo'limizni tez oladigan kuchaytirishimiz kerak, bo'lmasa bizda akula yeb ketadi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Davay. Shark bout, nima deyapti? Tezda olamiz obunachilar, tezda. Akula biz ishlab ketadi. Hay. Mana. Ana yerda kemalar ham bor ekan obunachilar. Tezda. Akulani o'qib ketadi. Obunachilar, men bu o'yinni ko'rganman, shuning uchun tez o'ynayapman, e'tibor bermaysizlar. Ko'rganimligi uchun tez o'ynayapman. Bo'lmasa men ham tushunmasdan o'ynasam, sekin o'ynayman. Bilmasdan o'ynayman. Qayiqi qilganman bu yerda. 100 dollar yig'ishimiz kerak keyingani qilish uchun. Kema qilgan ekan bu yerda katta. Bizni yonda havomiz ham bor ekan. Qo'yamiz, yana pastga tushamiz. Tez, akula yonimizdan o'tib ketdi, ko'rdinglarmi? Tez chiq. Suzib ketyapman o'zim. 256 bo'ldi, kuchaytiramiz buni. Bu ketdi, kuchaytiramiz. Oho, mana yerda 160 ekan. Kuchaytiramiz. Ana endi kuchaytiramiz. Kemalarda sandiqlar bor ekan. Uncha sekin to'layapti. Havomizni ham kuchaytirish. Bu qayer obunachilar? Menga tushuntirib berildi, bu qayer bu? Tushunmay qolyapman degan. Naryoqda tepada sandiqni ochaman deb. Menga sandiq nima kerak? Kampil bersa o'zi. Tezda uni ochib olamiz. Mana tepaga chiqsa bo'ladimi? Yaxshilab qazaymiz. Aha. Davay. Mana qattish endi. Oxirigacha qazishimiz kerak. Uje baland qazib qo'ydik uje. Tez ana qilaydiganda ham ochib qo'yishimiz kerak. Pulni olamiz, uni tashlaymiz. Yana bitta oz pul tushdi, o'shani olamiz. Endi bu yoqqa kiramiz. Endi qo'lni kuchaytirishimiz kerak. Eng kuchlisi 230 mi? Kuchaytiramiz buni. 55 ga yetarkan mana shuni kuchaytiramiz. Davay, tez olsak kerak. Endi tez olyapmiz. Su zo'r kamayarkanda, lekin animatsiyani zo'r qilib qo'yishibdi. Zo'r kamayapti su. Davay, qarab o'tirmaymiz bunga. Davay. Pulimizni olamiz, baqa tashlaymiz. Yoqda yana bitta checkpoint bormikan? Ko'rish kerak-da. Albatta men katta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Abbosbek Fayzul Life 77 o'sha kanalga podpisatsiya qilib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi.
U kanal bizning eng katta kanalimiz bo'ladi. Bu kanaldan boshqa katta kanalimiz yo'q. Bitta o'sha katta kanalimiz bor. Davay, bu yoqda checkpoint yo'qmi deyman-da. Tezda olib yana tepaga chiqamiz. Pulni olamiz, bu yoqqa tashlaymiz. Hozir yana bitta qazib kelaydi obunachilar. Bor ekan-ku bu yoqda ham. Bu yoqda ham bor ekan. 4-checkpoint olindi. Shundan biz oxirigacha qazib bo'ldik. Pashti. Nargida pulimni ololmadim-da, tepadagida obunachilar. Nima bo'lar ekan endi? Davay, yana qaziymiz. Biz telefonimizni topishimiz kerak. Qaziymiz obunachilar. Qaziymiz. O'rtoqqa tushib qazish kerak ekan-da. Bu yoqqa tushibmi pulimiz? Tezdan buni bu yoqqa tashlaymiz-da, yana kovlaymiz. Chelaklab suvni olamiz. 93 bo'lib qoldi. Mayli endi obunachilar. 100 qila olmadik. Keyin sabr 100 qilib tushaman. Telefonimni cho'ta ko'rmayapman. Telefonim yo'q. Qayerga ketib qolgan hech kim bilmaydi. 100% qoldik. 5 ta checkpointmiz. Kam bo'lsa kerak. 4 ta checkpoint bo'lsa kerak. Yana bormikan obunachilar, bilib bo'lmaydi buni. Men aytdim-ku, youtuberlarning videosini oxirigacha ko'ra olmadim deb. Yana bor u. Yana bor deb o'ylayapman. 692 bo'ldi. Mashinani yaxshilab kuchaytiramiz hammasini. Nimani kuchaytirsak ekan, mana uni kuchaytiramiz. Avtokollektorni kuchaytirishimiz kerak mana. Spektr mashin kuchaytiraylik. Survival qo'shildi. 5 ta sotib olamiz. Mana kuchaytirishimiz kerak. Mana uni kuchaytiramiz. Mana uni kuchaytirib qo'yamiz. To'g'ridan. Ana endi tez olishni boshlaymiz. Bu yoqda ham bitta bor ekan. Checkpoint. Lekin havom ustiga qolgan yomon-da. Bu yoqda ham bitta checkpoint bormi deyman-da obunachilar. Lekin bizda hali 5-checkpoint ochilgani yo'q. Davay mana olamiz. Tanamizni yaxshilab yig'ib olamiz. Yana o'shandaqa 700 dan yig'ib olamiz. Keyin yana kuchaytiramiz. Bemalol. 100 bo'lgan endi mana yoqqa kelib qo'yamiz. Checkpoint yo'q. Uje keldikmi deyman-da o'yinning oxiriga. Davay. Yana bitta checkpoint bor ekan. Voy, hali ko'p ekan-ku. 5-checkpointga keldik-da obunachilar. 5-meni urdi. Bilmayman, nimadir urdida avtokollektor beryapti endi. Obunachilar uni yoqib qo'ygandek avtokollektor beryapti endi. Borib o'tirishimizning endi sharti yo'q, anasi yo'q. Shunday boramiz, suvni qo'yamiz, avtokollektor beradi endi. Yoqib qo'ydik-da shuni, 504 bo'ldi, ko'rdinglarmi? 100 qildik, bu yoqqa tashlaymiz. Sakraymiz. Telefonimiz rosa chuqurga tushib ketibdi-da. Davay. Bunaqa tushamiz. 600 ming bo'ldi pulimiz, 700 ming. Hozir 1000 qilib ularni ochishimizga harakat qilaman. Ochadiganlar ochishga harakat qilaman obunachilar. 783 bo'ldi. Normaldan beryapti. Pashti 100 dan beryapti-yu. 100 dan beryapti, 105 dan. Lekin bizni havom ustiga olib qolyapti-da. O'sha havom qanday kuchaytirar ekan-a? Davay. Lekin suvni yomon animatsiya qilib qo'yishibdi-da. Kamaytirgan. 873. Biz yana 1000 tadan 100 tadan beradi. 956 hozir 1000 qilamiz. Bo'ldi. Tashimiz mana yoqda upgrade qilamiz. 1035 bo'ldi. Zo'r, mana bu ketga kiraylik-da. Tez oladigan qilishimiz kerak. Bitta mana shuni qilib olsak bu ana ekan-ku. To'plagan 270 ta bitta qilib olamiz. Endi bu ketam yopildi, 2 ta dona qoldi. O'sha 2 ta donani ochsak bo'ldi. Bitta checkpointmi? 6-checkpoint ochildi. Buncha ko'p bo'lmasa bu.
Davay. Tez olyapti, ko'ryapsizlarmi? E'tibor beringlar, tez olyapti. Qaranglar mana. Yomon tez olyapti. Lekin buni to'lish qiyin bo'lyapti-da. Voy, kuchaytirganimizga to'lishi ham qiyin bo'lyapti. Lekin o'shanga yarasha pulni ham normalni beryapti. Biz hozir anavimiz kuchaytirishimiz kerak, anavimiz kam bo'lib qoldi. Mana kislorod. Ungacha borguncha qizil bo'lib qolyapti-da. Ikkita tashuvdim, bitta tashuvdim. Qancha bo'ldi? 256 berdimi? 200 dan beryapti ekan obunachilar. Tasavvur qiling, 200 dan. Bu yoqda yana bitta narsa bormi? Uncha narsalar ko'p. Kislorodimizdan to'ldirib olamiz. Yana pulimizni ming qilib, kislorodni yana to'ldirib olamiz. Davay, qaziymiz. Suvni olamiz. Qayerga boray endi men? Mashaq tushgan bo'lishi kerak-da telefonimiz. Mashaq tushgan bo'lsin-da ishq. Boshida men qayerga tushay? Endi bu yoqqa o'tdikmi? 6-chi checkpointga o'tdikmi shunda? Checkpoint. Qaziymiz. 96 bo'lib qoldi. Nima bu yoqqa tushyapti bu? Mashaq o'tishimiz kerak deyman-da. O'tdik ana. Checkpoint olindi. Uncha chuqur bo'lmasa bu. Video ham cho'zilib ketdi obunachilar. Mana qayerga to'kamiz. Endi. Voy. Hal tugamadimi? Ko'p analarni youtuberlar videosini ko'rdim, 33 minutlik bo'lib ketdi. Keyin qiyinlashib ketadi-ku. Zagruzka bo'lishi videoni. Lekin hali umuman sandiq ochganim yo'q obunachilar. 1336 bo'lib ketibdi. Puliga qaramabman. 96 qilmay. Mana shuni pulni olib, endi baqa kelamiz. Bu ketga 3 ta narsamiz qolib ketdi. Mana shularni yoqib qo'ysak, bu to'rkada pulimiz. Bo'ldi, bizga bundan ana yo'q. Bularni ochishimiz kerak. Hammasini ochib qo'yamiz. Bizga nima ham bo'ladi bu? Mana stamina. Mana obunachilar hamma stamina mashaqda ekan. Yoqamiz. Mana yoqamiz. 260 ga yetmas ekan. Mana yoqamiz. Endi bu yoqqa kelib, yana mana yerda arzonlari bor. O'shalar hammasini yoqib qo'yamiz. 100 larga yetmas ekan. 45 ga yetmaydi. 9 qoldi bizda. Mana yoqamiz. Akula yonimizdan o'tib ketdi, lekin bizga teginmadi. Yana bor ekan. Bu videoni yarimta qilamiz u. Obunachilar, video yarimta bo'ladi. Hammaga xayr obunachilar. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Buning ikkinchi qismi bor. Albatta chiqadi ekan.